Ma'lum bo'lishicha, Sharq Turkistonda Xitoyning yadro sinovi natijasida 1990-yildan 2000-yilgacha bo'lgan 10 yilda rak kasaliga giribtor bo'lish nisbati bir qatlangan. Yaponiya Sapporo Tibbiy universitetining fizika olimi Jon Takadaning so'ziga qaraganda, radiatsiya sababidan taxminan 194 ming odam qazo qilgan bo'lib, 1,2 million ortiq kishi rak kasali va boshqa kasalliklarga giribtor bo'lgan. Xitoy bo'lsa, rayondagi Lopnur yadro sinov bazasini jimjit taraqqiy qildirmoqda va qayta qurmoqda. New York vaqt gazeti tarafidan tunji qatim e'lon qilingan sun'iy amroq suratlarda ko'rsatilishicha, Xitoy to'liq yadro qurollari siniqi yoki ikkilamchi yadro portlash ilib boralaydigan aslahani qayta qo'zg'atishga tayyorlik qilmoqda ekan. Bu rayon bexatarlikka yuqori ta'sir ko'rsatadigan taraqqiyot ekan. İctimai taratqulardan ma'lum bo'lishicha, Sharq Turkistonda Ramzan mezgilida yemak-ichmak bozorlari va to'y-to'kin so'rinlari normaldagidek qaynoq holatda davom qilmoqda. Bozorning ovatlashishi, kechkichi so'rilish, to'y-to'kinlar Ramzandan keyingi qoldirilish aslida Ramzanning turmush ritmlaridan edi. Rayondagi Uyg'urcha va Xitoycha rasmiy axborotlardami, ijtimoiy taratqulardami Ramzan haqida hech qanday xabar yepuchiga erishgili bo'lmaydi. Erkin Asiya radiosining xabar qilishicha, ular bu vaqtda ahvol egilash uchun Sharq Turkistondagi aloqador xodimlarga telefon qilgan. G'o'ljinoyisidan telefonni qabul qilgan bir kent ayollar mudiri savolga javob berishdan o'zini qochirgan holda oldi bilan o'zining ro'za tutmaganligini bayon qilgan. Orqadan o'z tavallikidagi o'g'illarning o'xshash ahvolda ekanligini bildirgan. Dunyodagi nopuzliq imzo to'plash to'ri bo'lgan Changi-Orikda Xitoy hukumatining talbi va besimi bilan 2021-yil 7-oyda Kasablanka aerodromida tutib ketilgan va hozirgacha Marokashda tutib turilayotgan Idris Hasanning qo'yib berilishi uchun imzo to'plash faoliyati boshlandi. 2021-yil 7-oyning 19-kuni sayohat vizasi bilan Istanbuldan Marokashning Kasablanka shahriga borgan 33 yoshli Uyg'ur Idris Hasan Xitoy hukumatining talabiga binoan Marokash soqchilari tomonidan qo'lga olingan edi. U 3 yilga yaqin vaqtdan buyon begunoh tutib turilmoqda. Amerikaning Trump hukumati davridagi sobiq muavin prezidenti Mike Pence kelar qatimliq saylamda o'zining Donald Trumpni qo'llamaydiganligini e'lon qildi. Xususan, parlamentga qilingan hujumga qarata Trumpni qattiq nishon qilgan Pence, meningcha o'zini asosiy qonundan ustun o'ringa qo'ygan kishi Amerikaning prezidenti bo'lmasligi kerak dedi. Yaponiya hukumati Seprus oroli orqali G'azzaga boradigan insonparvarlik yordam koridoriga qatnashadiganligini e'lon qildi. Yaponiya tashqi ishlar ministri Kamikawa Yoko bayonotida G'azza rayoniga asosiy yemaklik, dori va tozalik mahsulotlarini yetkazishda intayin qattiq cheklamalarning borligini ko'rsatdi. Yevropa Ittifoqi, Amerika, Angliya va Arab Birlashma Xalifaligi birlikda uyushtirilgan bu koridor doirasida yemaklik ashyolarni to'shigan tunji paraxod hafta ichida Seprus oroli orqali G'azzaga qarab yo'lga chiqqan edi. Xitoyning Xebey o'lkasida bir restoran portlab, 7 odam o'lib 3 kundan keyin Xuan shahridagi bir kabobxonada portlash yuz bergan. Voqeada 2 odam yaralangan.